Ayrim insonlarda savol tug'ilishi mumkin. O'zi aslida o'yilgan chiroyli naqshga bunaqa chekishlar, chkankalar o'zi nimaga kerak, nima hojati bor desa, bu chekishlar asosan o'sha milliy uslubda oldindan eskidan qilib kelinadi. Bu naqshni bu chiroyni yana ham yuzaga chiqarishiga sababchi bo'ladi. Orqa fondagi har xil kesilmay qolgan joylar, bir xato qilingan joylar yo tig' tegib ketgan joylar bo'lsa, shularni yopib yuboradi. Shu bir 3-4 ta asosiy sababi bor. Chiroy uchun, ancha-muncha xatolarni yopishlik uchun. Buni har xil ko'rinishda qilsa bo'ladi. Kimdir 4 ta teshiklik oladi miqlarda. Biz endi bitta miqda o'zini qo'yganmiz. Shunday bizga o'rgatishgan. Tomosha qilib turinglar. Savol va takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin.